ichiga biriktirilgan faylimiz. Ustiga sichqonchani mishkasini olib keladigan bo'lsak, o'zi qora yozuvlarda to'liq anonsini ochib beradi. Mana onkologik kasalliklarga chalingan shaxslar bo'yicha demak bizning imtiyozli yo'llanmamiz. Demak, qayta Firuz aka, menda to'ldiramiz. qo'shimcha bor edi, shu qismiga bitta qo'shimcha qilib ketay. Aha, bemalol. Ungacha to'ldirib turaman. Hop. Imtiyozli toifadagi bemorlarni tekshirib olishda hozir ko'rsatib o'tildi, bu o'sha ruchnoy mexanizm. Ya'ni o'zi 20 tadan ziyod o'sha imtiyoz toifalari mavjud. Lekin shundan hozir bizda qariyb 10 ga yaqini o'sha integratsiya orqali aniqlab olishimiz mumkin. Ya'ni o'sha soliq to'lovchilar, o'sha 694-son-qarorda yozilgan ijtimoiy himoya reyestrida turadiganlar va hokazo shu 10 ga yaqin o'sha imtiyoz toifalarini integratsiya qilib olganmiz o'sha vazirlik va idoralar bilan. 1-iyul sanasidan u ham buni ichiga qo'shiladi. Ya'ni o'sha qismi, ya'ni integratsiya bilan tekshirib olinadigan qismini sizlar ruchnoy kirita olmaysizlar. Ya'ni unga fayl biriktira olmaysizlar. Chunki u avtomat tizimdan tekshirib beradi va status qo'yib beriladi bu yerda. O'sha 10 tadan qolgan qismi uchun hozir o'rgatilgan jarayon amalda qolib turadi, toki o'sha qismi ham o'sha integratsiya bo'lib, tekshirish yo'lga qo'yilmagunga qadar. Xo'p, hozir birinchi qismi hali tugamadi. Tugashidan oldin bitta narsani aytib o'tishim kerak. Yo'llanma yaratishdan oldin o'sha har bir oilaviy shifokori nimaga e'tibor qilish kerak? Birinchi navbatda u o'zini har doim qiladigan ishini amalga oshirish kerak. Ya'ni bemorni tibbiy ko'rikdan o'tkazishi lozim. Bemor tibbiy ko'rikdan o'tganidan so'ng, ya'ni o'sha tekshiruvlari, laborator instrumental tekshiruvlari hammasi o'tkazildi, shikoyatlarini eshitdi, tor soha mutaxassisiga yuborishdan oldin o'zini bir xulosasiga ega bo'ldi. Ya'ni bemorni uyida ambulator sharoitda davolaymanmi yoki o'sha tor soha mutaxassisiga yo'llab, uni statsionar davoga muhtoj deb yo'llanma yaratamanmi degan o'zi xulosa qilib oladi, ya'ni miyasida. Demak, ambulator sharoitda davolaydigan bo'lsa, demak, shu yerda o'zida unga retsept yozib beradi va hokazo qabulini tugatib uyga javob beradi. Yo'q. Unga yo'llanma yarataman davolanish uchun o'sha tuman darajasida yoki viloyat yoki respublika darajasida deb xulosa qiladigan bo'lsa, unda kasallik aniqlanadigan bo'lsa, demak, o'sha paytda imtiyozli yo'llanmalar moduliga o'tib, unga yo'llanma yaratishni boshlaydi. Yo'llanma yaratishdan oldin eng birinchi e'tibor qiladigan narsa buni fuqaroda imtiyoz mavjudligi. Imtiyoz mavjud bo'lmasa, bu fuqaroga yo'llanma yaratilmaydi. Demak, imtiyozda o'sha ikki xil usulda integratsiya qilingan qismi bo'yicha avtomat tekshiriladi, integratsiya qilinmagan shaxslar bo'yicha o'sha ruchnoy o'sha asoslovchi hujjatini biriktirishga to'g'ri keladi. Demak, endi o'sha birinchi o'sha bemor ma'lumotlari qanday to'ldirilishi, unga diagnoz to'ldirilishini ko'rib o'tdingizlar hozir. Endi chiqaruv epikrizi asosiy qismiga o'tamiz. Feruz aka, marhamat. Aha, bo'ldi. Demak, ikkinchi oynamiz bu chiqaruv epikrizi. Chiqaruv epikrizi deyilganda bizning o'sha statsionardan chiqariladigan chiqaruv epikrizi emas, bu imtiyozli yo'llanmani chiqarishimiz uchun beriladigan epikriz, ya'ni tibbiy ma'lumotnomalar. Ya'ni chiqaruv epikriziga bosganimizdan so'ng uzr so'rayman. 2 kundan beri allergический qo'zg'ab o'zi. Demak, shikoyatlar oynasida bemorimizni o'sha shikoyatlarini yozishimiz kerak bo'ladi. To'ldirish uchun qo'shimcha maydonlar, masalan, anamnez morbisi, hayot anamnezi, epidemiologik, obyektiv holati, nevrologik, mahalliy holatlarini aktivlashtirib, o'sha bemorimizga kerakli bo'ladigan qismlarini to'liq to'ldirib chiqamiz. To'liq to'ldirib chiqqanimizdan so'ng bizda ko'riklar oynasi mavjud. Ya'ni ko'riklar oynasiga ambulator sharoitida o'tkazilgan hamma ko'riklarimizni bu yoqqa, demak, imtiyozli yo'llanmaga integratsiya orqali biriktirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun ko'riklar oynasini to'g'risida ko'riklar qo'shish tugmasini bosadigan bo'lsak, bemorimizga o'tkazilgan ko'riklarning ro'yxati paydo bo'ladi. Bu mana shu bizning oilaviy shifoxonamizda. Masalan, o'zi shifokorini ko'rigi o'tkazilgan ekan, oilaviy shifokori o'zimizni ko'rigimiz. Demak, nevropatolog ko'rigi o'tkazilgan ekan, dermatovenerolog ko'riklari, onkolog ko'riklari o'tkazilgan ekan. Hamma kerakli ko'riklarni ichidan, ro'yxatni ichidan tanlaganimizdan so'ng pastda o'shalarning ro'yxati shakllanadi.
Qaysinidir noto'g'ri tanlagan bo'lsak, mana shu joyning o'zida X tugmasini bosib olib tashlashimiz yoki mana bu yoqda o'sha tanlash oynasini o'zida bekor qilish tugmasini bosish orqali ham bekor qilishimiz mumkin bo'ladi. Demak, tanladik yo'llanmaga biriktirilishi kerak bo'lgan ko'riklarni qo'shish tugmasini bosish orqali biz ko'riklarni bu yoqqa olib kelib qo'ydik. Ya'ni biriktirib qo'ydik. Har bitta ko'rikni ustiga mana ko'k yozuvda bu o'zgarib turibdi ko'rigimiz. Bu o'sha ссылкасы degani ustiga bosib ochadigan bo'lsak, birdaniga o'sha ko'rikni ichi ochiladi. Nima yozib bergan shifokorimiz, qanaqa diagnoz qo'ygan, qanaqa xulosa bergan, hammasini ochib o'qishimiz mumkin bo'ladi.